Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi turilishimiz El-Xorazm Shoh ko'chada 4 qavatli binomizning 2-qavatida ajoyib 3 xonali kvartirani ijara tutdi. 3 xona, lekin bir xonasi hozirgi kuncha ilik. Agar oila uzoq turadigan bo'lsa, u xonasini ham ochib beradi. Lokatsiyasiga kelsak, obunachilar, benimizning eski Vinzotning chorrahasi, hozir Beliksimal chorrahasi desak ham bular Mittivani ko'rishlar mumkin. To'ydan chorrahamizda kanal ishon tarafda joylashgan Alfa Medning qatorida joylashgan binomizda obunachilar. Zo'r yerda joylashgan bog'cha, maktab ham juda qulay yerda joylashgan. Nariga domimiz orqa qismida oblastni banka bor. Dekkan bozor ham yaqin, xullas Milliy bank. Bu tomonimizga kelsak, aeroportga chiqib ketadigan yo'limiz. Vokzal aeroportga chiqqan asosiy shaharning qoq markaz liniyasi desak ham bo'ladi. Zo'r yerda joylashgan obunachilar esa challar bilan tushuntirib o'tsak, reklama xizmatlari bo'lsa 91 423 0606 bilan bog'lan. Ijarami yo sotiladigan bo'lsa, bemalol bog'langan, ijtimoiy tarmoqlar qo'yib, sotib berish, ijara qo'yib berishga harakat qilamiz obunachilarimiz. Aziz obunachilar, kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, 2-qavatda joylashgan ekan, ajoyib bir yerda piroxoshkalar. O'zi 3 xonali, lekin bir xonasi ilik. Agar dum oila qiziqsa, bu xonasini ham ochib beradi, verjanni olib ketiradi. Fonda joyimizga gap bo'lishi mumkin, ajoyib fayzli joy ekan obunachilar. Kanalimizni yangi bir like bosib, esdan chiqmasa, hammamizga bir nima deymiz, ishning joylarda sotib olish, ijarada o'tirish ish qilib buyursin. Xullas, oshxonadan boshlaymiz ana. Kanalimizni yangi bir like bosib, esdan chiqmasin. Reklama xizmatlari bo'lsa 91 423 0606 bilan bog'lanasiz. Lokatsiyasi zo'r, El-Xorazm Shoh ko'cha Med kompleks. Bino ajoyib kuxonamiz o'tilgan. Stakanchik qo'yiladi, yana pastapkalarimiz, mo'ykamiz. Uni yaxshisidan qo'yildi ekan, portug'allar kafelardan birini o'zbekona turib, xontaxta ko'rpachalar tashalgan ekan. Xullas, endi ko'p odam o'tirmoqqa qiziqadi to'g'ridan. Mikronovkalar ham bor, biokeramika, Goodwill firmaning yutechkalarimiz ishlab turibdi ekan, meni gaz plitamiz, choynaklarimiz ham bor ekan obunachilar. Ishlari shu vaqtida qo'yilgan MDF zamonaviy ishlarimiz. Balkon ham bor domlada, o'tamiz yana. Balkonimizda kuxonyalar eskisi u tomona qo'yilib o'tilgan. Bu yerda sistem bor, elektronik plisosdan Samsung 1800 wattlikina. Oynalarimiz oq-qorong'la qo'yilib o'tilgan, jalyuzilarimiz yana. Xolodilnik, avvalom firmaning 2 kamerali xolodilnikimiz yana ko'rishlaymiz. Xolodilniklarimiz ochib qo'ymasak, bu islari namlanib qoladi. Stinning kotyol görüşler mümkün. Hemen gözetmesek olmaydı alakada. Bayak telemsiyen linon döşelip gilemden tasarladım. Zal kısmlarını, hacatxanın, günç kanalını gözetip ötsek obunachilar. Posudaları menimçəli boluşu gerek. Posudaları bolmasa alıp ketiladi. Bor ekan obunachilar, aynan posudalar bemalol gerek yine kaşık ülkelerimiz ham bu hattak yine mülk egasi bilan bemalol o'zingiz gaplashadi. Fakat oila student qo'yilmaydi. Zal kısmının zalımızda bir de çep tomonda divan qo'yilgan. Bir de yana bir xontaxta katta hajmli yumshoq gilamlarimiz. Televizorlar asolgan Samsung brend firmalari. Daewoo firmaniki konditsioner bu. Daewoo firma eng brend firmalardan bo'ladi obunachilar. Brendini yo'qotmaydi. Yoshlik paytimizda ham Daewoo'dan televizorlar ko'p ko'rar edik. Hozir ham bu Daewoo'ning har xil variantlari. Endi ish xonamiz ilik, nari xonamiz ochiq. Sanuzelimizga e'tibor bersak, yine chiroyli sanuzellar. Bu yerda LG firmaning 7 kilolik yine ajoyib avtomatik mashinalari yurishlaymi ekan obunachilarimiz. Xullas, bu yerda vannamiz, rakonamiz joylashgan, aristonimiz 100 lik aristonimiz bor ekan. 1,5 metrdan 180 dan kafil bo'lgan, undan keyin kraskalangan. Joyini yine görüşləməyim. Tak, spannimiz cihazlarını aytib o'tsak, bir de şkaf, 2 adamlık spanni, turma, kompleks spanni qo'yilib o'tilgan ekan. Bu yo'limiz qarag'an aynasi, nari tomonsa patis qismimizga qarag'an ekan aynasi. Endi oxirgi bu xonamiz ilik aytib o'tdik, hojatxonamiz. Hojatxonamiz ham unitalamiz ham yep-yangi, oyoq tilak kafil bor. Xullas yep-yangi. Narx-navosi oyat tezroq deydigan mijozlar uchun narx-navosi 3 million so'm. Dollar demedik, so'mda qo'yib, milliy bizimizde valyutadan ayrılmasına obunachilar. Endi ko'p yillar kuru dollar, çünkü O'zbekiston hududi bo'lgandan keyin so'mga yurdi. Oyliklar ham so'm qo'shuncha so'm bilan egasi bilan baholadi. Telefon sistemi 91 423 0606 99 074 46 41 bilan bog'lanasizlar. Har doimgidek Instagram, Telegram, YouTube kanalda uy bola sensa chiqadi obunachilarimiz. Biz yana ko'p
yankı makrellar, blogerlerimi stekerlerini koyup işini icra vada bütdeki iltimas plastiklere pul taşa bilmekle bütün firibkeller. Çünkü reyanlı bizlere telefon kırınlar bizlere apar yüzlerimiz. Firibkeller dün köpeği yalnız studentlerine şu makrelçilik etip bütdü. Çünkü ihtiyat bulamaz 200-300 milyon taşa etti diye gapla bırakıyor. Çünkü bize aktif ötüşlerimiz vazifemiz. Bizden stekerlinden şu übaden logotif koyulgan. Mesela sağlıkta, amanatda görüşkünçe. Eğer kvartiramı icra veremez sataman ise bemalol bağlanla koldan gelişçeli ictimai tarmoqlar koyup satıp berse icra koyup berse hareket kılamiz. Naturalmi, turalmi, kvartiramı dolma farkı yok bize de. Lazım olsa satışa hareket kılamiz. Mesela onu açalımız, kısa yolda gülüp yakilimiz. Sağlıkta görüşünce.